1 2 2 2 3 kamera yo'q qildi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Firuz. Biz bijona qilamiz Minecraftda. Shuning uchun like bosamiz. Va kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yamiz. Unda biz ketdik. Hozir biz birinchi o'rinda daraxtni joylashimiz kerak bo'ladi. Yana ikki oydan beri video chiqmadi. Sababini o'zim ayta olmayman. Yomon narsa bo'ldi korоче. Hozir biz daraxt kesishga kirishamiz. Do'stlar, men hozir buni sindirsam. Sindiraman. Okey, mana 12 ta daraxt. Nima bu? Bak. Nima bu? Bu do'stlar, qanaqadir bak. U nima, men bilmayman. Bitta to'r urjak narsa. Men Minecraft'im qo'rqinchli bo'lib ketmadigan umiddaman. Sababi bakam. Avvalda o'tirsa qotib qoldi telefon kechasi uning uchun. Nega bilmadim. Balkim cho'chqadir, qaydan bilamiz do'stlar. Kendan bir meta o'ynadim. Zombilar kunduzi nima qilyapsizlar? Kuyib olinglar. Boshda biz kirkasi olib buni oxirida yashaymiz. Do'stlar, men o'ylasam survival men hardcore merochimlar yashab ko'rmoqchiman. Nima deysizlar? Artefaktga o'xshab 400-500 kun. Unaqa yashay olamanmi yoki yo'q? Kommentariyaga o'z javobingizni qoldiring. Shunaqa do'stlar. Bunaqa qilamiz. Bunaqa va bunaqa etib bo'lsak, Minecraft'ni yana qotib qoldi. Hozir bunaqa qilsak 2 blok yana hoppa. O'sa qanaqa qoldi? Yana qotdi do'stlar, qotib qoldi Minecraft. Salgina qotdi. Desat. Ha do'stlar. Olmani olamiz. Qaranglar qotishini do'stlar, birinchi qismdan tugadan shunda.